Bu video ruhiy sog'lomlik uchun. Shunaqa narx aytaman, butun O'zbekiston bo'yicha bo'lmagan. Salondan 90 million arzoniga Tracker Premier mashinani kunlik to'lov atiga 218 ming so'mdan nima deyapti? Bunaqa imkoniyat faqat Avtokredit 4.8 da eng qizig'i boshlang'ich to'lovsiz bitta pasport evaziga chiqadi. Mashinani holatini bitta ko'rib chiqamiz. 2023-yilda ishlab chiqarilgan, to'rtta yumshoq balonchalari qo'yilgan, mashinaga sambi glavni propallari qo'yilgan. Faqat qo'lingni o'zi tashlaysiz, chexolni o'zi tashlaysiz. Mashinamizda yurgan kilometri atiga 64 ming kilometr yurgan. Mashincha qurt ideal sostoyaniyda turibdi. Bir tomchi kraskasi yo'q. Sizdan talab qilinadigan narsa kredit tarix toza bittagina pasport bo'lsa bo'ldi. Mana bunaqa mashinalarni men sizga o'zim avtokreditga beraman. Aytganimdek kraskasi 100% ideal toza. Nimaga ko'p bu maqtayapti demang, men siz kreditga da'vat qilmayman. To'la bilishga aqlingiz yetsa, men siz bemalol mana Trackercha kutyapti. Faqat qiynalmasangiz, yangamdan qarg'ish eshitmasangiz, mashina yoqqan bo'lsa, biz YouTube'da yangimiz, obuna bo'ling, qo'ng'iroqchani bosing, Tracker olaman degan tanishlar jo'nating. Bunaqa imkoniyat har doim ham bo'lmaydi. Tim bo'l, kraskasi toza, propallar qo'yilgan, to'rtta yumshoq baloqlar qo'yilgan. Hech qanaqa xarajat qilmaysiz. Tasavvur qiling, shuna kelyapsiz, pasport berasiz, mashina bo'lib ketyapsiz. Qanaqa zamonlarga keldik, ha? Agar video manfaatli bo'lgan bo'lsa, podpiskani bosing, videoga bitta like deb bosing. Bunaqa imkoniyat o'tkazolmaslik uchun qo'ng'iroqchani ham bosing. Eng zo'r mashinalar, eng arzon mashinalar faqat Navoiy Avtokredit 4.8 da an'anaviy gapimiz bor. Avtokredit 4.8 xalq mazza qilsin.